Sizni ham chat yo'lingiz mana shunaqa oshxonangizda joylashgan yoki kattayingiz bormi? Oshxona mebel o'rnatib beraman desa, axlat baqir bilan sushilka bonus deyaptimi? Bonusni qarang do'stlar. Mana shu ayollar uchun ish stoli bonus. Mana shu axlat baqirimiz bonus. Mana ko'rib turgan do'stlar sushilkalaring bonus. Mana mo'ykingiz ham do'stlar bonus bo'ladi. Orqasiga kafeloga granitdan bonus bo'ladi. Mana do'stlar qoshiqdoni ham bonus. Hatto do'stlar xolodilningiz ustiga ishlatilgan material, mashaqdan bag'ini ham bonus qilib berishar ekan do'stlar. Ko'ryapsizmi nechta bonus qilib beryapti bu usta? Turetskiy akrildan do'stlar oshxona mebelini cho'tki qilib yasab berishdi. Namanganga yetib kelganmiz do'stlar. 7,5 metr joyga bo'lgan ofisi 22 million so'mga hamma rasxoti ichida bo'lib, ustalar kelib ustanovka qilib ketishgan bo'ladi. Ishlatilgan materiallar do'stlar Turetskiy akril zavodskiy klonkalar urilgan bo'ladi. Mana stolishnicasi ishchi stoli do'stlar turli qalinidan do'stlar suv shimmaydigan, pichoq tilmaydigan qalin rossiyskiy turligidan ishlatishgan ekan. Orqalariga do'stlar tevalarga hatto ledlargacha ustanovka qilib berishibdi. 1 million 800 ming so'mdan 5 million so'mgacha do'stlar O'zbekiston bo'ylab rossiyskiy laminatdan krashimli NDF gacha do'stlar oshxona mebellar, yotoqxona mebellarini ustanovka qilib beradigan ustaning ishi bo'ladi. Pastga nomer qo'ydim, aloqaga chiqing. Sizga ham do'stlar axlat baqir, ishchi stol, sushilka, mo'yka, qoshiqdon, xolodilnigingizni tevasi bonus qilib beriladi 5 metrdan ochiq bo'lgan joyga.